Assalomu alaykum. Bugungi geometriyada 10.023, 10.024 misollarni ko'ramiz. Demak, kvadratga aynan shunaqa chizilgan shu diagonalni R orqali ifodalashimiz kerak. Demak, buni davom ettirsak, mana R bo'lsa, tomonni A deylik kvadratda. A minus R bo'ladi. Mana bu R, mana esa A taqsim 2 bo'ladi. Shuni Pifagor teoremasini qo'llab ko'rsak, demak, A minus R ning kvadrati plus A kvadrat taqsim 4 teng R kvadrat bo'ladi. R kvadratlar qisqarib ketsa, bu A kvadrat minus 2AR plus A kvadrat taqsim 4 teng 0 bo'lib qoldi. Endi bu tenglamadan biz R ni topib olsak, bu 5A taqsim 4 teng 2R ga. R'imiz teng bo'ladi 5A taqsim 8 ga. Endi bizga diagonal kerak-ku. Diagonalimiz D bu ilzosi 2A ga teng. Demak, bu yerdan A ni topib olsak, A'miz 8R taqsim 5 ku. Demak, shuni olib qo'yamiz. Demak, mana shu diagonalimiz 8 ilzosi 2R taqsim 5 yoki 1,6 ilzosi 2 R ga teng bo'ladi. Masala shunaqa. Endi ikkinchi misolimizda mana 13 ga parallel qilib yana bitta 13 qilib olsak, mana yerdan bu 4 bo'ladi, mana 13 bo'ladi. Demak, mana 21 bo'ladi. Mana balandlikni topa olamizmi? Topa olamiz. Demak, h qanday topamiz? Mana bu uchburchak uchun Geron teoremasidan foydalanamiz, yuzini uchburchak yuzini topishda. Yarim perimetrimiz 13 ga 21 bu demak 34 54. 54 ning yarimi 25 27 bo'ladi. Demak, Geron formulasi S 27, 21 da ayirsak 6, buni ayirsak 7, 13 da ayirsak 14 bo'ladi. Demak, bundan bitta 7 chiqadi ikkalasidan. 2 dan bitta 2 chiqadi. Demak, 2 chiqdi. Mana bundan esa 3 dan 3 ning kvadrati chiqadi. Demak, uchburchak yuzi chiqib keldi. H'imiz ko'paytirilgan 21 taqsim 2, mana shu 7 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadratiga. Demak, h teng bo'lar ekan, manadan 7 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 taqsim mana yerda yana bitta 2 bor, bu 3 kara 7. Demak, 7 lar ketdi, 3 lar ketdi, shunda 4 kara 3 12 bo'ladi. Demak, masalamiz ishlanadi.